Allohdan qo'rqqan bola eng pastidan boshlaylik. Eng pastidan. Allohdan qo'rqqan inson nos chekmaydi. Allohdan qo'rqqan odam sigaret chekmaydi. Endi tasavvur qiling. Shuniki qilmasa endi tepadagilarni bilasizmi? Umuman yaqiniga bormaydi. Tepadagilar o geroin, nasha, psixotrop tabletkalar, suyuqlik ichimliklar. Allohdan qo'rqqan odam bu narsalarni iste'mol qilmaydi. Allohdan qo'rqqan odam namoz o'qimay yurmaydi. Arzimagan narsani bahona qilib bomdodda qazo qilib qo'ymaydi. Allohdan qo'rqqan odam birovning gapini ikkinchi odamga borib chaqimchilik qilmaydi.